Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Men ham sizlar kabi hozir ijtimoiy tarmoqlarni kuzatyapman va hozir men bir fikrni bildirmoqchiman. Sirojiddin media bilan taftishda birgalikda gapirganda alohida bo'lib, ikkiga bo'lib, o'shanda fikr bildirsalaringiz juda ham yaxshi bo'lardi. Sababi taftishga hurmat saqlagan holatda aytib o'tib ketaman. Haqiqatda taftishga ham o'sha sud hukmi o'qilmasdan turib o'sha videolar chiqarishda, boshqa qilishda, xo'p, mayli, bu masala boshqa. Chunki o'sha taftishni borib o'sha murojaatlarni o'rganish jarayonidagi hatto jurnalistik etikasiga amal qilmaganligi, ixtirosga berilib muomala qilganligi va uni o'sha tarqalgan zapslarni ham ko'rsalaringiz, materiallar tarqab ketdi-ku. Unda ham ko'rsangiz, ba'zi bir firibgarlik alomatlari borligini ko'rishingiz mumkin. Ularga nisbatan ham nohaqlik ketyapti, taftishga nisbatan ham. Lekin Sirojiddin media bilan birgalikda gapirib o'tkazsangiz, kuzatuvchilarda chalg'ish bo'lib qoladi. Ya'ni nima bo'ladi? Chunki o'ylaydiki, taftishda shunaqa ishlarni ko'rib, bularda o'zlarining ham xatolari bor ekan-ku, deb turib, Sirojiddin mediada ham xuddi shunday degan fikrga kelib qolishi mumkin. Sirojiddin mediada umuman boshqacha. Misol uchun ko'rdingizmi? Biron bir jurnalistik etikasiga amal qilmayotganini, blogerlik etikasiga amal qilmayotganini ko'rdingizlarmi? Qayerga borsa hamma joyda hurmatini joyiga qo'yib gapiradi va hech qanday tarmoqlarda ko'radigan bo'lsangiz, murojaatchilar bilan ham gaplashganda umuman odob jihatdan umuman boshqa masala va o'sha videoni o'chirib berish uchun pul talab qilish, unaqa narsalar umuman yo'q Sirojiddin mediada. Holatlar umuman boshqa. Hattoki bir narsaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Sirojiddin mediani o'sha Samarqand viloyati Pastdarg'om tumaniga telefon qilib chaqirishgan. Ya'ni rasmiy xat bilan yuborishmagan. Misol uchun chaqirishib, endi nima deb aynan so'zma-so'z keltirib bera olmayman. Chaqirishgan Sirojiddin mediani, o'sha tushuntirish xati berib ketasiz deganmi, xullas chaqirishgan va u yerdan uni ushlab olib, ichkariga kirgizib, o'zini advokatlari bo'lishiga qaramasdan davlat tomonidan advokat berilib, o'sha sud sanksiyasi e'lon qilinib, qamoqda ushlab turish ehtiyot chorasi sifatida ushlab turibdi. U yerda o'zida nohaqlik ketyapti Sirojiddin mediaga nisbatan va aynan men Sirojiddin mediani o'sha videolariga e'tibor berib qarasangiz, o'sha aynan Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida juda ham ko'p murojaatlarda olib chiqqan Sirojiddin media. Bu yerda shaxsiy adovat bo'lishi ham mumkin degan menda fikr kelib qoldi va menda shubhalarni uyg'otdi va ozgina qo'rquv paydo bo'ldi. Bu yerda qasdlash yo'qmi degan narsa bo'ldi. Lekin hozir o'sha tergov harakatlari Samarqand shahrida ketayotgani meni ozgina quvontirdi. Men ozgina o'zim xotirjam bo'ldim. Sababi u yerdagi tergovchilar boshqa. Pastdarg'omdagilar boshqa edi. U Samarqand shahridagilar boshqa. Endi u yerda adolat bilan tergov qiladi degan menda umid paydo bo'ldi. Chunki bular boshqa. Va Samarqand viloyatining hokimi ham aytib o'tib ketdiki, biz o'sha blogerlarga kerak bo'lsa rahmatimni aytaman. Ular murojaatlarni olib chiqyapti, biz ko'rmagan narsalarni olib chiqib beryapti. Biz ular orqali ko'ryapmiz va bunga jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak degan masalani ham aytib o'tib ketdi o'sha Samarqand viloyati hokimi aytib o'tib ketyapti. Undan tashqari o'sha blogerlarni biz ham deyapti, men ham deyapti. Kimlarningdir qo'li bilan ularni og'zini yopish qo'limdan kelishi mumkin deyapti. Lekin faqat rahmat hammasi yaxshi bo'lyapti degan bilan biron natijaga erishib bo'lmaydi deyapti. To'ppa-to'g'ri aytyapti. Bu narsaga jiddiy e'tibor qaratish kerak va sizni kamchiliklaringizni aytadigan bo'lsa, u insonni dushman sifatida ko'rish bu yaxshi emas. Bu yerda Sirojiddin mediaga adolatsizlik ketayotganini men o'zi ko'rib turibman. Balki menga shunday tuyulayotganda, sababi o'sha ikkita generallarmi milliard 186 milliard so'mni zararida qoplagani uchun ozodlikka chiqaryapti. Nimagadir Sirojiddin mediani da'vo qilinayotgan o'sha 30 millionmi 35 million so'mni o'sha depozit raqamiga qo'ygandan keyin ham negadir Sirojiddin media ozod qilinmadi. Yo'q, men hozir aytmoqchi emasman, Sirojiddin mediani oqlab bering, Sirojiddin mediaga juda 100% nohaqlik ketdi, bu 100% oqlab bering demayman. Adolatli tergov bo'lsin, adolatli sud hukmi o'qilsin, hammasi adolat bilan bo'lsin. O'sha Sirojiddin mediani o'sha zarar qoplanganda deylik, da'vo qilinayotgan zarar qoplanib turganda depozit raqamiga o'sha pullar qo'yilgandan keyin Sirojiddin mediani tergov harakatlari ketaversin, faqat ozodlikda turib qatnashishi mumkin edi. Bu yerda ham Sirojiddin mediaga nisbatan adolatsizlik ketdi deb o'ylayman men. Taftish bilan agar qo'shib gapiradigan bo'lsak, buni
mana shu ijtimoiy tarmoq faollari va muntazam kuzatib kelayotgan insonlar buni tushunishi mumkin, lekin shunchaki hozir videolarni ko'rib qoladigan bir dona yoki ikki dona videolarni ko'rib qoladigan insonlar bo'lsa, ularda noto'g'ri o'sha uyg'onib qolishi mumkin, ya'ni noto'g'ri fikr uyg'onib qolishi mumkin. Sirojiddin Mediani dushmanlari deb ochiq ayta olaman. Balki Sirojiddin Media o'zi bilmasligi mumkin ular dushmanlari ekanligini. Sirojiddin Mediani o'sha zapislari tarqatishyapti. Asosan o'sha shaxsiy suhbatlarni tarqatayotgan o'sha dushmanlari o'zi ko'rsatib qo'yyapti, o'zlari ochib qo'yyapti Sirojiddin Mediani aybsizligini va o'zlari isbotlab beryapti. Sirojiddin Media qanday insonligi, qanday blogerligini ham isbotlab berishyapti. O'zlari isbotlab beryapti. Afsuski, taftishda bunaqa holatlarni ko'rmadik. Shuning uchun ikkalasini gapirib o'tib ketganda, umumiy tarzda gapirib o'tib ketganda alohida bo'lib gapirib o'tib ketish menimcha to'g'ri bo'ladi. Yana aytyapman, taftishga nisbatan ham o'sha nohaqliklar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Men bu masalani jiddiy kuzatganim yo'q. O'shaning uchun bu haqda men fikr bildira olmayman. Lekin aynan Sirojiddin Mediaga nisbatan keladigan bo'lsak, ikkalasini alohida yangi kuzatuvchilar shu uchun alohida bo'lib gapirib o'tib ketishni iltimos qilib so'rab qolardim. Xullas, vaziyatlarda kuzatamiz. Hozir boya aytib o'tganimdek, Sirojiddin Mediani nohaq, men o'ylashimcha nohaq ushlagan o'sha tergovchilarmi, ichki ishlar xodimlarimi, xullas Pastorg'omda o'sha ushlangani, u yerda menimcha nohaq sud sanksiyasi bilan Sirojiddin Mediani o'zini advokati bo'lishiga qaramasdan davlat tomonidan advokat berilib, sanksiya e'lon qilib, ehtiyoj chorasi sifatida ushlab turishi menimcha nohaq va hozir o'sha Pastorg'omda tergov harakatlari ketmayotgani, Samarqand shahrida ketayotgani meni ozgina quvontirdi. Sababi u yerdagilar endi nohaqlik qilmasa kerak deb o'ylayman. Sababi Pastorg'omda qildimi, agar tergov harakatlari ketganda u yerda yana ishonmasligimiz mumkin edi. Lekin hozir Samarqand shahrida ketyapti. Shuning uchun menimcha tergovchilar ham adolatli tergov qilishadi va natijalar ham adolatli bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat. Kechga ko'rishamiz, xudo xohlasa, jonli efirda.